Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilarimiz. Mana bugun biz o'sha Besharqa deb aytgan firmamiz tayyor bo'ldi. Ya'ni 6 ga 6 dan ichi konteynerda lagasidan bo'lgan firmamiz tayyor bo'ldi akalar. Inshaalloh buni egalariga yetkazamiz. Bularning 1 metri hozirgi kunda 190 ming so'mga tayyor bo'lyapti. O'sha konteynerda o'zidan chiqadigan shivillar, ya'ni lagasidan ichi to'qilgan, tashqi tarafi o'sha konteynerda 6 ga 6 profilidan to'qilgan firmalarimiz. Bu firmalarimizni olib borib o'rnatib berish xizmatimiz bor. O'rnatib ustiga tunuka shiferlarda qoqib berish, ya'ni o'sha tom yopish xizmatimiz ham bor, kelishilgan holda bo'laveradi akalar. Mana hozir sizlarga sverkalarni ko'rsatib qo'yaman. Sverkalar ajoyib holatda chiqqan, juda chiroyli. Endi bularni har bitta o'sha ulanadigan 15 metr bu, endi 15 metr butun bo'lmaydi, chunki konteyner o'zini profili 11.70, tomonda 11.80 chiqadi. Shunga endi ulaganmiz, buni ko'rib turibsizlar akalar. Yaxshi profillar qo'yilgan, chirib ketmagan, hech narsa qilmagan akalar. Kimgadir agar shunaqa firmalar kerak bo'lsa, endi bu 15 metrli firmamiz. Kattaroq joylarda ob'yomlarni yopish kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, inshaalloh chiroyli holatda qilib olib borib yetkazib, kerak bo'lsa o'sha tomlarni ham chiroyli qilib yopib beramiz. Xizmatlarimiz bor akalar. Videomiz inshaalloh hali davom etadi. Qadrli yurtdoshlarimiz, mana bu firmamiz 5 ga 5 dan bo'lyapti. Ya'ni konteynerda lisidan o'sha 5 ga 5 bukilgan. Ikkala taraf 5 ga 5 bo'ladi. Mana firmamiz hozir shablonini chiqarib oldik, tayyor bo'ldi. Akalar, bu firmamizni 1 metri 140 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Hozir uzunasi 10,5 metr. Orqa tomoni 180 ko'tarilgan. 3 0 ga to'xtayapti akalar. Shu firmalardan agar kimgadir kerak bo'lsa yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Videomiz hali davom etadi akalar. Mana yana bitta firmamiz, ya'ni oddiy firmalarimizdan bittasi. Bu ham o'sha metrovoy, ya'ni darvozaxonalar, naveslarga qo'yiladigan o'sha konteynerda o'zini 6 ga 6 dan kichkina xorimiz. Mana hozir 40 lik holatda tayyor bo'lyapti. Bu 1 metri 220 ming so'mdan bo'lgan X holatdagi xorimiz, ya'ni o'sha ana X holatda turibdi, ikkitalik qo'yilgan, og'irroq yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan. Mana shunday xizmatlarimiz bor. Mana akalarimiz sverka qilishyapti. Har bitta choklari sverka bo'ladi. Asosan bu xorlarimiz butun bo'ladi, ya'ni bunisi ham butun, bunisi ham butun profildan yasaladi. Bunaqa xizmatlarimiz bor. Telefon qilsalaring bo'ldi akalar. Yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz yana davom etadi. Qadrdonlar, videomiz shu yerda davom etadi. Mana firmamiz tayyor bo'ldi. 4 talik divaynoy, ya'ni qo'sh xorimiz o'sha konteynerdan bo'lgan. Konteynerda 6 ga 6 profilidan baquvvat darvozaxonalar, har xil ikki tomondan to'sin keladigan joylar uchun bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Endi bundan ham kattaroq firmalar bormi deganlar uchun yana bundan ham chiroyliroq, kattaroq firmalardan ham ko'rsatamiz. O'zlarini bir ko'rib qo'yasizlar. Mana hozir sverkasini ko'rsatib qo'yaman. Mana sverkasi ajoyib holatda bo'lgan. Buni 1 metri o'sha 440 ming so'mdan, ya'ni bittalik xorimizni divaynoy narxi qo'sh xor bo'lgani uchun shunaqa holatga tayyor bo'ldi. Bemalol shunaqa firmalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Videomiz yana davom etadi akalar. Akalar, videomiz davom etadi. Mana sizlarga hozirgi ko'rsatgan videomizdagi qo'sh xorini akasi, ya'ni kattaroq bo'lgan qo'sh xorimizni ko'rsataman. Bu o'sha konteynerda 10 ga 5 eshigini yonidan chiqadigan eshikboz deyiladi. 10 ga 5 materialidan bo'lyapti. Shu firmamizni mana ko'rib turibsizlar. Balandligi 1 metr, eni bo'lsa 70 santimetrga
kattaroq bir kanallar, suvlar oqaydigan joylarga bemalol qo'yib ko'prik sifatida ishlatsa bo'ladigan holatga akalarimiz keltirishyapti. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Akalar, yana videomiz albatta davom etadi. Rahmat qadrli obunachilarimiz, yurtdoshlar. Mana firmamizni yasab kraska ham qo'ydik. Yana bularda 1 metri o'sha 190 mingga tayyor bo'lgan bo'lsa, bu firmamizni kraskasiga 20 ming so'm qo'shilyapti. Chunki mana shu endi ustalarda tilida aytganda gruntovka sepilgani uchun endi bu suvdan, havodan, namlikdan anchagina izolyatsiya beradi. Shuning uchun shu ishda qilinyapti. Inshaalloh egalariga yetkazamiz akalar. Kimlargadir shunaqa firmalar yoki shu xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanal rivoji uchun akalar. Hammalaringga rahmat. Keyingi videolarimizda inshaalloh mana bunday 5 ga 5 variantidan bo'lyapti. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Inshaalloh buni ham ko'rsatib qo'yaman akalar. Rahmat hammalaringga.